Huçanın Çimen yezisida eridan yoshla to'lqalgan bir ayol bo'lib, bu ayolning Mirajaxon ismli bir qizi bor ekan. Mirajaxon yolg'iz onasining qo'liga qo'l, putiga put bo'lib, uy va bog'varonning ishlariga qarashqach, onasidan do'ppi tikish, dutarchilib naqsha etishni o'rganibdi. Lekin mahalladagi ochko'z boyning ko'zi Mirajaxonga tushib qilishni kim o'ylagan deysiz? Shundaq kunlarning birida boy ikki qo'lchimoqchisini avatib uyga mehmon kelganligini, Mirajaxonning boyning mehmonlarini kutishga yordamlashishni aytib, ona bolaning qarshiligiga qaramay elib ketibdi. Kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Yolg'iz qolgan ona har kuni eshikning oldida o'ltirib, Mirajaxonni sig'inib yig'lab, ikki ko'zimi ko'rmas bo'lib qoldi. Lekin Mirajaxon qaytib kelmabdi. Vacip çaylıqlaşken bu. Bana bir ügütüp koyacağımızla. Kızım, bu çayxılık naqşlardan ben sizlarga bir-birlab ögütüp qo'yajimizlar. Bag'lar necatın bir o'tesi gitti ya. Mirajaxon kızım. Mana bu. Nakaslar. Bag'larning o'tini bijig'atli. Ma'qul apa. Apa, bağdaki meyveler hep azap ketipti. Kızım, otlar bo'lmaganligidan bek ishlab bo'lamadik. Asta-asta bo'lib qolar. Apa, bu da beni çıraylık tikipler. Kolları gölcümüzler. Kızım, shunda biz kucha ayollarninki qo'li chivar, do'ppi tikishdilar emas, naqsha etish, oila ishlarini qilish, hamma ishlarda shunchalik qo'li chivar. Siz buningdan chiroyli tikadigan bo'lib ketdilar, qizim.
Teşmo, Teşmo. Pelagizli. Bayna oyun mihmanlar keptike. Miracahan yardım işpesin deydi. Oy Mirajxan kişilisa, önüşü kılamaydı. Bu degen bayna buyruğu yok ki hakkımızla. Miracahan, mansıla. 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 Mansıla.